Bugungi plodotvorniy kunimizni itog'isiga yetib keldik. Birinchi patsientkamizdan 4 tadan 5 tagacha mo'ljal qilgan edim. 8 ta tuxum hujayra olindi, shundan 6 tasi yetilgan tuxum hujayra ekan. Ikkinchi patsientkamiz juda ham perejvat qilgandim, sababi oldingi oyda 6 ta tuxum hujayra olganmiz, urug'lantirilganda 5-sutkagacha embrionlar razvitiyada yetib bormagan. Bu safar 15 tagacha mo'ljal qilgandim, 12 ta tuxum hujayra oldik va 12 tadan 11 tasi sifatli M2 kletkalar. Uchinchi patsientkamiz tojikistonlik 10 taga mo'ljal qilgandim, 17 ta tuxum hujayra olindi, 17 tadan 12 tasi M2 kletkalar. To'rtinchi patsientkamiz 13 tadan 15 tagacha mo'ljal qilingan, 22 ta tuxum hujayra olindi, 22 tadan 14 tasi sifatli M2 kletkaligi aniqlandi. 5-patsientkamizdan 20 tagacha mo'ljal qilingan, 21 ta kletka oldim, 21 tadan 14 tasi sifatli kletkalar. 6-patsientkamiz bulardan 15 tadan 20 tagacha yozganman. Bularning zapaslari juda ham ko'p edi. 39 ta tuxum hujayra olindi va 39 tadan 29 tasi yaxshi M2 kletkalar. Oxirgi patsientkamiz bulardan 20 tagacha mo'ljal qildim, 21 ta tuxum hujayra olindi va 20 tasi sifatli kletkalarligi aniqlandi.